Muxlislar Alayda gardishi bilan mana bugun Asakani bog'ida bir birodarimizni tavallud ayyomlari munosabati bilan yig'ilishib qoldik. Deb qarasam Bahodir yapon yuribdi. Piska ko'z. Aka muxlislarimizga bir narsa deb bering. Xo'p bo'ladi dedim. Iloyim tanijoninglar salomat bo'lsin. Ko'rishganimizdan bag'oyat xursandman. Umurlaring uzoq, rizqlaring ulug' bo'lsin. Allohdan nimaniki so'rabsizlar, ijobat bo'lsin. Farzandlaringiz rohatini ko'ringlar. Yomonlik ko'rmanglar. Balo qazoyi, ofati kulfatdan Allohning o'zi himoya qilsin. Iloyim xonadonlaringga bug'doy to'lsin. Boshlaring to'ydan chiqmasin. Kulgudan chiqmasin. Iloyim ko'ralmaganlarda Alloh betini teskari qilsin. Yurtimizda, elimizda, dunyoda tinchlik bo'lsin. Tinchlik bo'lsa o'yin kulgu yoqadi, xursandchilik yoqadi. Xonadoningizda tinchlik bo'lsa, xotirjam o'tirib ovqatlanasiz. Hammalaringga omad tilayman. Baxt, saodat hamrohlaring bo'lsin. Bahodir yaponga ham rahmat. Umri uzoq, rizqi ulug' bo'lsin. Gullatib yurursin, ammo bo'ladigan narsalarni qo'yib yursin. Allohu akbar.